Buyuk vatandoshimiz islomiy ilmlar rivojiga ulkan hissa qo'shgan benazir alloma, kalom ilmining sultoni Imom Abu Mansur Moturidiy 870-yilda hozirgi Samarqand viloyatining Jomboy tumani Moturud qishlog'ida tavallud topgan. Imom Moturidiy tafsir, aqida, fiqh ilmlariga oid 15 ga yaqin asar yozgan hamda ilk bor islom ta'limotida bilish nazariyasini asoslab bergan. Alloma Moturidiylik aqidaviy mazhabi asoschisi. Imom Moturidiyning Tavhid kitobi aqida ilmida eng asosiy manba hisoblanadi. Alloma to'g'ri yo'lga yetaklovchi imom, musulmonlar e'tiqodini tuzatuvchi, ahli sunna va jamoa bayrog'ini baland ko'taruvchi kabi yuksak nomlar bilan atalgan. Bugungi kunda dunyo musulmonlarining yarmidan ko'pi Moturidiylik aqidaviy mazhabiga ergashadi. Alloma 9-10 asrlarda paydo bo'lgan adashgan oqimlarga qarshi chiqib, islomning insonparvarlik mohiyatini ochib bergan. 2020-yil 11-avgustda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Imom Moturidiy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tashkil etildi.